Qadrli ko'ruvchilarimiz, yana suhbatimizning davomida bu qatimqi yig'inga qatnashgan Darul Iman Akademiyasining raisi hurmatli Mahmudjon Damulla bilan suhbat qilamiz. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz oldidan. Hurmatli Damulla, 17-chi qatimli qatnashish uchrashuvga qatnashib o'tiriblar. Nurg'un tunugunda bilan suhbatlar, so'zlar bo'lyotdi. Bu qatimqi yig'inga bo'lgan ko'z qarashlari, ta'siratlari haqida qisqacha sizlarni anglamasak. Yig'inda nihoyat yaxshi fikrlar, gap so'zlar bo'ldi. Bir-biridan qimmatli. Bo'libmi Suriyadagi qurolliq jamoatlarga vakolatan kelgan qarindishimiz nihoyat muhim ma'lumotlarni bergan bo'ldi. Tabiiyki undan boshqa so'z qilgan har bir ustozlar, qarindoshlar, tashkilot raislari, peshqadamlar nihoyat muhim gap so'zlarni qildi. Orzu qilganimiz shu gap so'zlarning amaliyotga aylanishini, amaliyalashishini umid qilamiz. Xo'sh. Albatta, bu qilingan so'zlarning hammasi shu birlikda o'shada o'tirg'i qo'yilgan fikrlarning, o'sha umumiy jamiyat tashkilot rahbarlarining birlashishi bilan ömrüşü bilen ro'yobga chiqadigan nurg'un orzularimiz var albatta. Deganlardek inshaalloh amallasha. Boshqa yana yig'inga bo'lgan fikr, takliflari bo'lsin, ham xalqimiz so'zlaydigan gaplar bo'lsa. Xalqimizga deydiganimiz, bo'libmi xalqimizning ichidagi shu tashkilot, vatan millatning xizmatini qilaman deyotgan qarindoshlar mumkin bo'lsa, Muşunun o'xshagan yig'inlarda muzokara qilingan masalalarning hisobini qilishni odatlanish kerak. Masalan, bu 7-chi qatimliq qarindoshlar uchrashishga qatnashib turibmiz 2 kun bu yerda. Bugun 2 kun ekanmiz. Bu qatimqi deyilgan muhim mazmunlar not ilinib, kelar qatim mushu necha % amaliyalashdi. Xo'sh. Deb buningga bir nomer qo'yib, o'zimiz bir baholab beqish kerak. Boshqa tashkilotlar shundoq xizmatni baholash. Endi bu bizning bilganimizda va burunmi bir necha qatim qatnashgan, yilda bir qatim qilinayotgan bir faoliyat, yilda bir qatim ichilayotgan yig'in, muzokara, mulohiza, muhokama yig'ini. Buni aslida nihoyat ahamiyatli. Ama bunu texmi qimmatga qilish uchun bu yilgi mushu yig'inni kelar yili bir muhokama qilib, bunga bir nomer qo'yib o'tish kerak. Bu to'g'ri gaplar deyilgan, manchilik kuch sarf qilingan, manchi kishi bu to'g'risida gap qilgan, mushu qilgan gap so'zlar qanchalik amaliyalashdi. Endi undan keyin amaliyalashmagan bo'lsa, amaliyalashmaslikka sabab bo'lgan omil nima? Kimda bu? Mamatdimi, Samatdimi, To'xtaqundimi buni bir surishti qilib, buningga nomer qo'yib bir baholab qilish nihoyat yaxshi deb qarayman. Umumiy jihatdan xalqimiz endi bundan keyin biz nima ish qilsak, albatta shunday qilayotgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Qilayotgan ishlarimizni amaliy bir baholab nomer qo'yib, agar buni qilmagan bo'lsak, uning bir hisobini qilib beqish kerak. Demakki bu bo'lmabdi deb. Xo'sh. Deb shuni hem o'zimga ham qarindoshlarimizga ham bu yig'in ahliga shuni tavsiya qilaman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun.